Qizlar, bizdan ko'pchilik so'ragan o'sha aynan qosh va kiprik o'stirib beradigan yog'larimiz. Qizlar, ishoninglar, men o'zimda effektini ko'rsatib beraman. Mana hozir sizlarga rasmini qo'yib beraman. Shunda mana vot qizlar, qaranglar, bu aynan allergiya berib yubormaydi. Hamma ishlatsa bo'ladi. Vot даже bolalar ham ovotib biz hayronmizda. Qizlar, vot qosh, kipriga shunaqa zo'r ishlab beradi. Ayniqsa men narashkani yechgandan keyin kiprik to'kilib ketadi-yu, yo'q bo'lib ketadi. O'shani ishoninglar, bir haftada, shaxsan men o'zim bir haftada rezultat oldim bundan. Bitta tushi o'zida konkret narashkada yurgandek chiroyli turibdi-da. Bu yog'imiz aynan vitaminli, allergiya bermaydi, aynan aptechniy hisoblanganga. Vot buni bemalol hamma ishlatsa bo'ladi qizlar. Kipriginglarga, qoshinglarga vot bir haftada effektini olasizlar. Prям shunaqa zo'r, organik qizlar, unaqa qilib qizartirib, ko'zimga kirib ketdi, achishib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Zato rezultati shunaqa bomba qizlar.